Sog' bo'ling. Kattakon rahmat. Yozib oldinglar bularni? Aha. Mumkinmi? Keling onaxon. Assalomu alaykum. Alaykum. Keling, marhamat. 5 tonna, 13 tonna temir. Xush kelibsiz onaxon. O'zingizni tanishtiring. Nafisa Zokirova. Tanishganimdan xursandman. Xo'p, nima xizmat? Qanaqa uy olamiz? Yo'q bolam. Menga uy ham kerak emas. Moddiy yordam ham kerak emas. Meni o'g'limni topishga yordam bervoring. O'g'lingizni? Xo'jayin, To'xta. Yolg'iz boshim bilan katta qildim. Toshkentda o'qitdim. Chiroyli to'y qilib uylantirdim. To'ydan keyin kelinni olib Toshkentga ketganicha dom-daraga yo'q bolam. O'g'lingiz nima ish qiladi onaxon? Qurilish sohasida ishlaydi. Qurilishda? Ismi nima? Zohid Zokirov. Zohid Zokirov deng. Na telefon qiladi, na xabar oladi. nima qilganingiz bu ona? O'likmi, tirikmi bilmayman bolam. Men tirikman ona. Zohid Zokirov dedingiz-a? Ha, Shuni. Sizlar ustimdan kulyapsizlarmi? rahmat bolam. Salomat bo'ling. Baraka. Ona. Ona. Men tirikman. Men shu yerdaman. Agarda meni mehribon, aqlli bolam tirik bo'lganida mendan xabar olar edi. Menimcha u o'lgan. Men tirikman. Men tirikman. Tirikman. Zohid Zokirov. Siz bu dunyodagi uyingizni hashamatlisini quribsiz-ku. Bu dunyodagi uyingizni buzib tashabsiz. Bu